Yangi 1025 traktorimiz. Chexskiy topливный apparat qo'yilgan, kichkinadan, ekonomичный. Ramaga дополнительный uskunalar qo'yilgan, заводской. Katta belshina balonlar, katta g'ildiraklardan yuklari bor. Atteshkalarni yangidan qo'yishdi, boshqacha variantda. Bu taraf ham. Bu tarafda ham chiqish lestitsalari bor mana. Projektorlar tepada, pastda. Belshiter sal ozgina 2 soat yurdi, shunga kuyibdi ozgina. Bu tarafda ham uslitlari bor, lonjeronda. Dinamni zashtasini kattaroq qilishdi. Kichkina balonlar ham belshina. Oldindagi yuklari 450 kilo, заводской. Mana umumiy ko'rinishi. Hozir ichini ham ozgina obzor qilamiz, matachasi boshqasi. Bismillah. Mana ko'rinishi. Komandirskiy kreslolar. Передний передок. Avtomat qo'shiladigan nimaniki? 2 g'ildirak avtomat qo'shiladigan. Taraflari mana заводской magnitofon nima bilan chiqqan? Radio bilan. Tafar qurulchatirlari. Hozir mana voy. Matachasini ko'ramiz. Mana agar ko'rinayotgan bo'lsa, ikki matachasi bo'pti kecha namoyishni haydab kelguncha. Shu